Assalomu alaykum. UzReportda huquqiy nigohning navbatdagi soni sizlar bilan yon atrofdagi voqeliklarga huquqiy nazar tashlaymiz. Bugun dasturimizda renovatsiya bo'yicha qabul qilingan yangi qonun hamda fuqarolar bilishi kerak bo'lgan muhim jihatlar haqida to'xtalamiz. Studiyamizga taklif etilgan ekspertlar bilan tanishtirib o'taman. Jamshid Mirzayev, Adliya vazirligi iqtisodiy qonunchilik boshqarmasi bo'lim boshlig'i hamda Nurali Oripov, urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi raisi maslahatchisi. Dastlab mavzu yuzasidan o'tkazilgan maxsus so'rovnoma bor. Hamyurtlarimizni fikrlari aks etgan. Demak, mana shu so'rovnoma natijalari bilan tanishsak. Sizni roziligingizsiz uyingizni buzish oladimi? Nima deysiz? Roziligimsiz qonuniy noto'g'ri qurilish bo'lgan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Hatto buzolmasa kerak. Yo'q. Hech ham u narsa bir qonunga ham to'g'ri kelmaydi-yu. Sizni roziligingiz olib buziladi-yu. Yo'q menimcha. Yo'q. Uyingiz buzilishiga rozi bo'lsangiz, 3 ta kompensatsiya turi sizga qo'llaniladi. Bittasi uy o'rniga uy yoki ko'chmas mulk olib beriladi yoki pul mablag'i taklif qilinadi. Siz qaysi birini qabul qilgan bo'lardingiz? Uy mablag'i uy bo'ladigan bo'lsa, kvartira bo'lsa, kvartiraga almashtirgan yaxshi, lekin hovli bo'ladigan bo'lsa, hovli yaxshi. Men rozi bo'lmasdim. Menimcha pul mablag'i bo'lsa kerak. Bilmadim. Uyda, uy o'rniga uy bo'ladi. Men uchastka bersa yaxshi. Mavzu doirasida mana hamyurtlarimizni fikr mulohazalari bilan ham tanishdik. Kimdir renovatsiya haqida ijobiy fikr bildirgan bo'lsa, kimdir tushunchasi yo'qligini ma'lum qilgan. Bilmoqchi bo'lganimiz shaharsozlik renovatsiyasi nima? Dastlab shu haqda to'xtalib o'tsak. Shaharsozlik renovatsiyasi o'zi asli renovatsiya so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, qayta qurish, yangilash ma'nosini anglatadi. Shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risida qonunda asosiy maqsadi bu hududlarni rivojlantirish. Bu faqatgina ma'lum bir uy-joylarni buzib qayta qurish emas, ya'ni butun hududni qayta qurish, butun hududni rivojlantirish, uni hududdagi aholi uchun qulay sharoit yaratish, hududda aholini jalb qilish, kelgan yangi aholi uchun qo'shimcha qulayliklar yaratishdan iboratdir. Renovatsiya nimaga aynan renovatsiya so'zi ishlatildi? Masalan, chet el so'zi qo'llanildi, lekin bu narsani biz agar qayta qurish, yangilash, tiklash degan so'zlarni ishlatganimizda to'g'ri biz ko'zlagan maqsadda ma'noni anglatmasdi. Shuning uchun ham aynan xorijda keng qo'llanib уже ommaga aylangan so'z renovatsiya so'zini o'zini qoldirishga qaror qilindi qonun loyihasi yozishda. Mana bilamiz, kuni kecha shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risida qonun qabul qilindi. Aynan mana shu qonunni qabul qilish zarurati nima deydi hamda bu qonun xalqqa nima beradi? Rahmat savol uchun va to'g'ri aytdilar. Bu renovatsiya bu hududlarni kompleks rivojlantirish, faqat uylarni buzish emas. Endi bilamiz, mana birorta huquqiy hujjat, u qonun yoki qaror bo'lishidan qat'iy nazar qabul qilinishi uchun jamiyatda qanaqadir sabab, qanaqadir holat bo'lishi kerak edi. Mana renovatsiyani qabul qilishga, qonunni ishlab chiqishga yoki qabul qilishga nima sabab bo'ldi? Mana oxirgi paytlarda mana prezidentimiz huzurida ham masalan 2026-yilda o'zida shu o'tgan davrda 3 marta taqdimotlar bo'ldi, videoselektor yig'ilishlari o'tkazildi. Aynan renovatsiya, ya'ni shaharsozlik, urbanizatsiyani rivojlantirish masalalari yuzasidan. Demak, mana oxirgi paytlarda O'zbekistonda aholisi jadal sur'atlar bilan rivojlanyapti. Bu birinchi masala. Mana har yili o'rtacha 700 ming, 800 ming va o'rtacha 250 ming oila paydo bo'lyapti har yili. Bu nima degani? Aholi ko'paygandan keyin ularga munosib turmush sharoitlarini yaratish kerak. Uy-joy bu birinchi navbatda uy-joylar bilan bog'liq. Va shu bilan birga hududlarni kompleks rivojlantirish. Aholi ko'paygandan keyin faqat uy-joy kerak emas, unga maktab kerak, bog'cha kerak, infrastruktura kerak, gaz, elektr va boshqa infratuzilma bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Bu ikkinchi masala. Uchinchidan, endi yer resurslari cheklangan O'zbekistonda. Mana aholi ko'payapti, lekin bizni yerimiz cho'zilayotgani yoki ko'payayotgani yo'q. Shu nuqtai nazardan aholi ko'paygandan keyin, shaharlarimiz rivojlangandan keyin biz yer resurslarini saqlab qolish uchun mavjud eskirgan uy-joylarni ta'mirlashimiz yoki qaytadan qurib aholi uchun qulay sharoit yaratishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi masala bo'ladi. Ikkinchi masala mana qonunda ham alohida aytildi. Aholiga qulay sharoit yaratish. O'sha bugun mana urbanizatsiya milliy qo'mitasi tomonidan taklif etilayotgan va O'zbekistonda 6 ta hududda bu amalga oshirilyapti. Kompleks qurilish mexanizmlari. Bu nima degani? O'sha hududda bitta kompleksda uy-joy quriladigan bo'lsa, uni maktabi, bog'chasi,
boya aytganimizdek barcha infratuzilmalar bir paytda o'zida yaratilyapti, bir paytda o'zida qurilyapti. Shundan kelib chiqib baholaydigan bo'lsak, bu qonun ayni paytda O'zbekistonni bugungi taraqqiyoti, O'zbekistonning bugungi shiddati uchun juda ham kerakli bo'lgan huquqiy hujjat deb hisoblaymiz. Endi ruxsat bersangizda qo'shimcha qilsam, nimaga aynan qonun loyihasi ishlab chiqildi? Qonunni? Da, qonun qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasida ta'kidlab o'tilganki, mulk huquqi daxlsizdir. Qonunda belgilangan hollardan tashqari va sudning qarorisiz undan mahrum qilish mumkin emas deb belgilangan. Bugungi kunda fuqarolarning mulklarini, ularga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini olib qo'yish bo'yicha yagona qonun bor. Ya'ni yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish to'g'risida qonun bor. U qonun bilan bu qonunning farqi jamoat ehtiyoji bilan hudud rivojlanishi ikki xil masala. Jamoat ehtiyoji bu o'sha hudud uchun zarur bo'lgan biron bir infrastruktura obyektini qurish. Hudud rivojlantirish bu o'sha hududda yashayotgan aholi uchun qo'shimcha qulaylik. Bor qulaylikni yanada yangilash, yanada yaxshilash zaruriyati taqozo etadi. Qonun ishlab chiqilganining asosiy sabablaridan biri bu yerda mulkdorlarning, fuqarolarning huquqlarini daxlsizlik masalasini ta'minlash. Chunki ma'lum bir muddatga uning uy-joyi buziladi, ma'lum bir muddatga fuqaro boshqa joyga ko'chiriladi. U kutishi o'sha mulkidan mahrum bo'lib qolish holati bor. Biz buni boshqa hujjat bilan qila olmasdik. Biz shuning uchun ham qonun yozib chiqib, aynan qonun qabul qilishga erishdik. Demak, qonunchilikda bo'shliqlar bo'lganda, aynan mana shu sohani tartibga solish bo'yicha. Xuddi shunday bo'shliqlar bo'lgan, chunki shu kungacha O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan renovatsiya loyihalari hammasi qonunosti hujjatlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari asosida amalga oshirilgan. Lekin yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi natijasida biz bu borada qonun qabul qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Chunki qonun Konstitutsiyada yozilgan aniq norma. Qonun va sudning qarori bilan mahrum etilish mumkin degan holatlardan kelib chiqib, shu normadan kelib chiqib, biz qonun loyihasini tayyorlab, qonun qabul qilishiga erishdik. Bevosita mana shu qonunni qabul qilish jarayonlari ham uzoq davom etdi. Chunki bilamiz, bundan bir necha yillar avval loyiha shaklida masalan e'lon qilingan paytda xalqda turli xil e'tirozlar ham bo'lgan edi. Aynan mana shu hujjat bo'yicha. Xuddi shunday, qonun loyihasini ishlash jarayoni 2021-yilda boshlangandi. Ya'ni ish guruh tuzilib, qonun o'zi hududlarda renovatsiya masalasi bizga O'zbekiston uchun kerakmi yo'qmi degan o'rganish uchun. Asosiy sababi Toshkent shahrining Olimxo'jayev mahallasini qayta qurish birinchi ideya, birinchi g'oya bo'lgan. O'sha g'oyadan kelib chiqib, biz renovatsiyani amalga oshirishimiz kerak edi. Chunki o'sha g'oyada hududdagi obyektlar mana eskirgan, hudud juda aholi ko'p zich yashaydi, lekin tor, uy-joylar bilan ta'minlanmagan. Kommunikatsiya masalalari juda sust edi, chunki eski davr uchun mo'ljallangan, ya'ni kam aholi uchun mo'ljallangan kommunikatsiya edi. Ularni hammasini rivojlantirish kerak edi. Faqatgina uy-joyda o'zini buzib yangi qurish emas, u bilan birga kommunikatsiya, ijtimoiy obyektlar, hududni o'zini rivojlantirishi, ekologik masalalar ham hammasi kompleksni vujudga kelganligi uchun bu narsani hamkasbimiz to'g'ri aytganidek kompleksni rivojlantirish zaruriyati paydo bo'ldi. Xorij amaliyotini ko'rganimizda bu narsa asosan hududlarda, chet elda renovatsiya loyihalari asosida amalga oshirilishini o'rganganimiz natijasida biz O'zbekiston Respublikasida ham o'sha renovatsiyani amalga oshirish davri kelganligini tushunib anglab yetganimizdan so'ng ishlarda, ya'ni qonun loyihasi birinchi ish guruh tarkibida muhokama qilganimizda biz qonunchilik Vazirlar Mahkamasining qarori bilan, ya'ni nizom tasdiqlab, nizomda tartiblarni belgilab qilmoqchi edik. Lekin yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda bu prinsip qo'shilganligi natijasida va fuqarolarimiz huquqlarini qonun darajasida himoya qilish maqsadida biz ishlarimizni o'zgartirib qonun loyihasini tayyorlashni. Endi ommaviy axborot vositalarining ham shu yerda o'rni borda. Masalan, biz ommaviy axborot vositalarini jamoatchilikka axborotni to'g'ri shaklda yetkazishimiz kerak edi. Ba'zi ommaviy axborot vositalari o'sha prezidentimiz huzurlarida taqdimot o'tkazilgandan keyin o'sha aholiga go'yoki ularning mulki, uylari buzilishi, olib qo'yilayotgani tarzi talqin qilish boshlandi. Xususiy mulkka daxl etilyapti degan mazmunda xabarlar tarqalgandi. Lekin o'sha taqdimotda ham alohida aytildi, o'sha birinchi navbatda adolatli, ularni mulkiga munosabat va ularga sharoit yaratish. Aslida mana to'g'ri aytdilar mutaxassisimiz, buni
aslida aholiga yaratilayotgan sharoit sifatida qabul qilsak to'g'riroq bo'ladi. Mana ishchi guruh Samarqand shahrida Nurli yo'l mahallasida Prezidentimiz 74-sonli qarori asosida o'sha hududda kompleks qurilish mexanizmlari asosida uy-joylar barpo etish rejalashtirilyapti. U yoqda renovatsiya bo'lyapti, ya'ni ayrim aholi uy-joylariga yangilash ishlari boryapti. O'sha hududda borib ishchi guruh ko'ryapti, lekin haqiqatdan ham insonni bemalol yashash uchun sharoit yo'qda. Barak tipida deymizmi, ruscha aytganda общий двор deymizmi, mana shunaqa umuman odamlarda oddiy ehtiyojini ta'minlaydigan sharoit yo'q. O'sha uylarda odamlar yashashga majbur. Ba'zi mahallalarda, masalan Toshkentda ham bor. Qachon bizning hududimiz renovatsiyaga tushadi, qachon bizning hududimizda ko'p qavatli uy quriladi, qachon bizga sharoit yaratiladi deb yillar davomida kutayotgan odamlar bor-da aslida. U masalan qaysidir ma'noda norozi bo'lib yoki uyim buzilsa ko'proq pul olishim kerak degan xayolda yurgan fuqarolarimiz ham bo'lishi mumkin, lekin qisman, lekin asl ko'pchilik o'sha o'zini hududida yaxshi sharoit yaratilishini kutib yillar davomida kutib yuribdi-da. Mana shu tomondan agar qaraydigan bo'lsak, masalaga bu qonunning ahamiyati, muhimligi yanada ko'proq namoyon bo'ladi. Mana xalqning fikri haqida so'z boryapti. Mana bekorga men savol bermadim Jamshidga. Aynan bir necha yillar davomida ushbu hujjat muhokamada bo'lgani, qabul qilinishga vaqt ketganligi haqida xalq orasida ham ayni paytda ham turli xil gap so'zlar yuribdi. Endilikda shahardagi 4-5 qavatli eski uylar buzilar ekan degan mazmunda. Menimcha bu gaplardan sizlarni ham xabaringiz bor. Ushbu qonun bilan endilikda Toshkent shahrida eski ko'p qavatli uylar buzilishi mumkinmi? Hozir mana qisman aytib o'tdingiz, masalan, umumiy hovli tipidagi joylar Toshkent shahrida bor. Oldin Sergelida bor edi, hozir Mirobod tumanida hamda boshqa shaharni poytaxtning boshqa tumanlarida ham bor. Ya'ni xalq tilida aytganda общий dvorli hovlilar. Lekin 4-5 qavatli eski uylarni buzilishi haqida ham nima deydi, aytilayotgan gap so'zlar, tarqayotgan mish-mishlar qanchalik to'g'ri? Renovatsiya shaharso'zlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonunda renovatsiyani amalga oshirishning asosiy, ya'ni boshlang'ich etaplaridan biri sifatida belgilangan hududning bosh rejasida renovatsiya hududi sifatida belgilangan bo'lishi kerakligi. Ya'ni ma'lum bir hudud, mahalla fuqarolar yig'ini deylikmi yoki bir shaharning bir qismimi agarda o'sha aholi punktining bosh rejasida renovatsiya hududi deb belgilansa, u yerda ahamiyati yo'q. 2 qavatli uymi, 4 qavatli uymi, yakka tartibdagi uy joyimi, ahamiyati yo'q qanaqa uy bo'lishidan. Hudud renovatsiya asosida, renovatsiya loyihasi asosida qayta quriladi. 4 qavatli uy bo'lsa ham buzilishi mumkin, 2 qavatli uy bo'lsa ham buzilishi mumkin. Bu yerda asosiy hal qiluvchi masala bu hududni rivojlantirishni rejalashtirish hujjati, ya'ni bosh rejada hudud uchun keyingi yillar uchun belgilangan maqsad. Hududni rivojlantirish maqsadi yoki saqlab qolish maqsadi. Demak, shunga qarab ish tashkillashtiriladi. Fuqarolar qanday bilishi mumkin uyi renovatsiyaga tushgan yoki tushmaganligini? Tushgan-tushmaganligini hozirgi kundagi eng bilish oson yo'llardan biri bu internet tarmoqlarida Qurilish vazirining rasmiy veb-saytida har bitta hududning bosh rejasi e'lon qilingan. Karta shaklida tegishli ranglar bilan bo'yalgan holda e'lon qilingan va bu yerda aynan renovatsiya hududlari alohida ajratib ko'rsatilgan. Misol qilib aytadigan bo'lsam, Toshkent shahrining 880 qaror, Vazir Mahkamasining 880 qaror bilan tasdiqlangan Toshkent shahrining bosh rejasi rasmiy veb-saytlarda bor va u yerda Toshkent shahri 3 ta hududga ajratilgan. Renovatsiya hududlari, rekonstruksiya hududlari, konservatsiya hududlari. Konservatsiya hududi bu yashil bog'lar, parklar joylashgan hudud, bu saqlab qolinishi kerak bo'lgan hududlar. Rekonstruksiya hududlari bu hududni buzish kerak emas, u yerda faqat kapital ta'mir ishlarini amalga oshirsa yetarli bo'ladigan hududlar, ya'ni yaqin orada qurilgan, bugungi kunda kapital ta'mir talab etiladigan, lekin buzib qaytadan qurish zarurati mavjud emas hududlar. Rekonstruksiya hududlari bu уже 70-yildan, 80-yilda qurilgan hududlar yoki aholi masalan kommunikatsiyasi past bo'lgan yoki aholi soni kundan kunga o'sib borayotgan hudud, lekin uy-joy fondi jihatdan hudud talabga javob bermaydigan hududlar belgilab o'tilgan. O'sha hududlar masalan vaqti bilan navbatma-navbat renovatsiya loyihasi asosida qayta quriladi. Endi ba'zida men o'zimga ham savol berishadi. Mana Qurilish vazirligi bor edi, masalan, urbanizatsiya qo'mitasi nima uchun tashkil qilindi, nima uchun kerak edi degan ma'noda.
o'zi kerakmidi shuni tashkil etish degan? Aslida bizda mana hozir mana ayrim qurilishlar tartibsiz bo'lib ketgani mana bilamiz. Mana Toshkent shahrida ham nuqtali qurilish deydi, mana ruschada aytganda точный застройка. Har xil ko'p qavatli uylarning orasidagi bo'sh hududlarga, bolalar maydonchalariga ham kerak bo'lsa tadbirkorlar uy qurib tashadi va boshqa hududlarda bu o'z navbatida har xil muammolarni, o'sha demak tarmoqlarga muammolarni, maktab, bog'chaga odamlarni, bolalarni ko'payib ketishi bilan bog'liq qator masalalar keltirib chiqardi. Va qo'mitaning asosiy masala nima qo'yildiki, o'sha bosh rejaga rioya qilinishini birinchi navbatda nazorat qilish. Ikkinchi navbatda nima, qachon, qayerda quriladi degan masalani oldindan rejalashtirish. Misol uchun bizni aholimiz mana prezidentimiz o'tgan may oyida mana Bakuda Butunjahon urbanizatsiya forumi bo'ldi. Unda borib qatnashdilar. O'zi butun dunyoda ham hozir bugun urbanizatsiya, shaharsozlikni rivojlantirish masalasi strategik masalasi, strategik masala sifatida qaralyapti. Buni sababi mana 2040-yilga borib O'zbekistonning aholisi qariyb 50 millionga yetishi va urbanizatsiya darajasini 60 haqida gapirilyapti. Bu nima degani? Aholi ko'paygandan keyin biz shaharlarimizda agar to'g'ri rejalashtirmaydigan bo'lsak, masalan 10 yildan keyin bu hududda masalan aholi soni qancha bo'ladi, bu hududda nimalar bo'lishi kerak? Boya aytganlaridek bu faqat uy-joy masalasi emas. Nima maktab bo'lishi kerak, ijtimoiy obyektlar qanaqa bo'lishi kerak, o'zi umuman hudud qanday rivojlanishi kerak, uni yo'llari qanaqa bo'lishi kerak, jamoat transporti qanaqa bo'lishi kerak degan o'sha muhim o'sha savollarga birinchi navbatda javob topish masalasi turibdi. Va yana bitta fikr bo'ladi, hozir mana ekologik muammolar, yashil hudud masalasi ham ko'p muhokama qilinyapti. Hozir mana Toshkent shahrida o'sha qurilish loyihalariga 30% yashil hudud degan talab alohida belgilandi prezidentimizning tashabbuslari va umuman bu respublika hududiga ham menimcha joriy qilsa to'g'ri bo'ladi. Mana shunaqa holatda ham aynan mana shu renovatsiya loyihalarida mana shu narsaga e'tibor berilyapti. Deylik mana mahalla hududi, deylik 100 gektarda mahalla hududi deylik. U yoqda misol uchun 100 ta aholi yashaydi. Lekin biz o'sha aholini bitta ko'p qavatli uyga joylashtirishimiz mumkin va o'sha hududda katta yashil bog'lar, odamlar bemalol nafas olishi, bemalol huzur qilib yurishi, sayr qilishi uchun, undan tashqari o'sha joyda o'ziga maktab, yaqiniga maktab, bog'cha, aholi uchun qulay infrastrukturani yaratish masalasi haqida boryapti. Aynan fuqarolarga, aholiga mana shu nuqtai nazardan tushuntirsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Yuqoridagi savol bilan bog'liq yana bitta savol bor edi. Shaharsozlik renovatsiyasi qanday va qachon amalga oshiriladi? Shaharsozlik renovatsiyasi asosan yuqorida aytib o'tgandek bosh rejaga muvofiq amalga oshiriladi. Misol tariqasida yana Toshkent shahrini keltiraman. Toshkent shahrining bosh rejasi 2045-yilgacha mo'ljallab tasdiqlangan. Ya'ni 2045-yilgacha shu bosh rejada belgilangan maqsadlarga erishishimiz kerak. Bosh rejada belgilangan barcha hududda renovatsiya bo'lishi kerak. Renovatsiya jarayonlarini boshlash bu tashabbus asosida amalga oshiriladi. Tashabbuskorlar biz qonunda belgilab o'tilgan. Kimlar tashabbuskor bo'ladi? Tashabbuskor bo'ladi. Birinchisi mahalladagi hokimiyat organlari, xalq tilida aytganda hokimlar, hokimiyatlar. Ikkinchisi fuqarolarning o'zi, o'sha hududda yashayotgan fuqarolar o'zlari ham tashabbus bilan chiqishi mumkin. Masalan, qo'shnilar hammasi yig'ilib bizning hududimizda, masalan, mahallamizda renovatsiya asosida qayta qurib rivojlantirib beringlar deb hokimiyatga murojaat qilib chiqishlari mumkin. Uchinchisi investorlar tomonidan, ya'ni tadbirkorlik subyektlari. Ular ham fuqarolar bilan o'zlari muhokama o'tkazib, hududning rivoj
o'ylandi. Taklif qilinadi deb. Ya'ni kompensatsiya turlari birdaniga fuqaro xohlagan tanlashi ham mumkin. Lekin agar investor yoki hokimiyat tomonidan taklif qilinganda ketma-ketligini belgilab berdik. Birinchi navbatda o'sha hududdan, o'sha renovatsiya loyihasi amalga oshirilgan hududdan uy-joy berish. Nimaga bu narsaga birinchi e'tibor qaratdik?